Yaqinim bo'lsa kechirardim, o'ta yaqin bo'lsa. Agar rosa yaxshi ko'rganda kechirardim. inson bir marta ishonadi-da. Bir marta ishongan narsaga qaytib ishonib bo'lmaydi. Agar yaqin insoningiz xiyonat qilganda kechirgan bo'larmidingiz? Yo'q, kechirmagan bo'lardim. Chunki u eng yaqin bo'lib turib, hamma sirlarimni aytganimdan keyin u boshqaga aytsa, kechira olmasam kerak menimcha. kelsa ham kechirmassiz. Yo'q, kechirmasdim. Yaqinim bo'lsa kechirardim, o'ta yaqin bo'lsa kechirardim. Albatta kechirardim. Faqat uni Alloh uchun kechirardim, bu insonni. Eng yomon xiyonat qilganda ham kechirardim. Agar birorta insoni menga xiyonat qilgan taqdirda, biroz vaqt o'tgandan keyin men uni kechirgan bo'lardim, chunki oradagi munosabatlar, paytgacha bo'lib ketgan munosabatlar birozgina kelishmovchiliklarga arzimaydi urushib yurishimizga. Agar rosa yaxshi ko'rganda kechirardim. Masalan, do'stingiz siringizni hech kim bilmaydigan siringizni kimdirga aytib qo'ysam kechirardim? Yo'q, unda kechirmasdim. Do'stim bo'lsa kechirmasdim. Lekin boshqa chunki ishonib aytgan sirni kimgadir aytib qo'ysa, bu g'alati-da. Unda kechira olmasdim. Yo'q, kechirmasdim. Masalan, do'stingiz Yo'q, kechirmasdim. kechirmagan Yo'q. bo'ladi. Afsuslanib kelsa ham kechirmaydi. Yo'q. Yo'q, kechirmagan bo'lardim. Chunki men unga ishonib sirimni aytganman. U boshqaga aytgan bo'lsa, qanday kechirish mumkin uni? Chunki bir kishi bilgan, o'zi asli hech kimga aytmaslik kerak. Bir kishi bilgan narsa doim tarqalib ketadi. Bir kishi bilgan narsa 3-4 kishi bilgan narsa dedi. Shuning uchun hech kimga sir aytmaslik deb o'ylayman. Afsuslanib kelsa ham, Afsuslanib kelsa endi o'ylab ko'rishim mumkin. masalan, Yo'q. do'stingiz Yo'q. Kechirmagan bo'lardi. afsuslanib kelsa ham kechirmaysiz. Yo'q. inson bir marta ishonadi-da. Ikkinchisi imkoniyat berilmaydi. Insoningiz xiyonat qilganda kechirgan bo'larmidingiz? Yo'q. Nima sababdan? Sababi nima? Imkoniyat berilmaydi. Qaytib bir marta ishongan narsaga qaytib ishonib bo'lmaydi. Afsuslanib uzr so'rab kelsa ham Yo'q. kechirmaysiz. Yo'q. Nima sababdan? Yo'q, do'stman, yo'q, kechirmasdim. Nima sababdan? Sabab, ko'p sabab. Masalan, afsuslanib uzr so'rab kelsa. Yo'q, baribir. Yo'q, o'zim bilan olib berardim, lekin chin dildan kechirmasdim. Agar yaqin insoningiz xiyonat qilganda kechirgan bo'lardingiz? Yo'q. Nima sababdan? Agar uzr so'rab, afsuslanib kelsa yoningizga, Kechirardim. kechirardingiz. Uzr so'rab, nima sababdan? Birov ko'nglini og'ritish yomon. Ko'ngliga qarab kechirardim.